Hamma videolaring turibdi. Kelgansan, bu yerdan yurib kelgansan, bu yoqqa ofisimizga kirgansan, hamma videolaring turibdi. Pasportlaringgacha bu, mana pasportlaringni ko'rsatib qo'yay. Bu ogohlantirish bu. Mana shu isqirt bizdan kelib, mashinasini sotib, naqd pulini olib ketgan. O'zi hozirgacha yo'q, dokumentini 2 kunda qilib beraman deganda, biz shogirdlar sal soddalik qilgan, sal ishontirganda, kassani pulidan naqd pul sanab bitta mashina olib qolishgan. Mana haligacha yo'q. 15 kun bo'ldi mashinasini olib qolib, pulini naqd sanab berganimizga. Xullas kalom, senga men aniq bizni kuzatasan, bilamiz. Yana 2 kun surok, kelib hujjatni qilib bersang, qilib berding, yemasa sen bilan boshqacha shug'ullanamiz. Ushbu videoni mana shuni taragan odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Tursunov Firdavs. Bu senga eng chiroyli ogohlantirishimiz. Biz mana shu yerda turib hammani mushkulini oson qilishga harakat qilyapmiz, lekin mana bunaqa mashinik isqirtlar bizni xalqni aldab, nechta odamni mana shunaqa qilib yostig'ini quritib yuribdi. Mana shunaqa mashiniklardan ehtiyot bo'lasizlar. Ushbu videoni mana shuni tanigan odamlarga tashib qo'yasizlar-da, bizga obuna bo'lib, videoga bitta like bosib qo'ysalaring, ko'proq tarqashiga yordam bergan bo'lasizlar. Hammalaringga kattakon rahmat.